Assalomu alaykum hammaga. Ismim Shamsiddin va bugundan boshlab LeetCode'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolga o'zbek tilida va iloji boricha talaffuzda xatolarsiz tahlil qilishni boshlaymiz. Bugun birinchi kunimiz va birinchi savoldan boshlaymiz. Umuman olganda LeetCode haqida bilmaganlar uchun LeetCode shunaqa platforma va bu yerda siz dasturlash tillari bo'yicha savollar va asosan masalalar olasiz va javoblaringizni submit qilish orqali tekshirib ko'rasiz. Xo'sh, bugun birinchi kun va birinchi savoldan boshlaymiz. Demak, bizda shunaqa savol bor. Bizda birinchi ochlikda tableimiz bor. Tableimizda product table ekan. Bizda 3 ta column bor: product ID, low-fat, recyclable. Endi product ID bu yerda qaytarilmaydi, ya'ni unique value bu ID o'sha product uchun. Endi low-fat va example datadan ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'sha product haqiqatan kam yog'limi degan bo'lsa, yes. Demak, y bu yerda yes ma'nosida turibdi, n bo'lsa no ma'nosida. Demak, recyclable o'sha produktni qayta ishlab chiqarsa bo'ladimi, yo'qmi? Demak, ha bo'lsa yes, yo'q bo'lsa no turibdi. Endi bizga shunaqa savol berilgan: write a solution to find the IDs of products that are both low fat and recyclable. Shunaqa produktlarni topgin, ular ham kam yog'li bo'lsin, ham qayta ishlab chiqariladigan bo'lsin. Demak, biz shunaqa query yozishimiz kerak. Bizga misol uchun birinchi produktni qaytarsin. Birinchi produktda demak ham low fat, ham recyclable ikkalasi ham yes bo'lib turibdi. Bu juda ham oson. Bitta select statement va where clause bilan hal qilamiz. Men yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun database ga oldim. Database uchun SQLite ishlatdim va table ni create qildim, product table. Endi bizda valuelarini insert qilib oldim. Va tableimiz ko'rinishi shunaqa. Demak, biz query yozishimiz kerak. Bu query faqat product ID ni qaytarsin. Demak, qaytarsin product ID ni. Qaysilarini qaytarsin? Demak, bu yerda where clause yozamiz. Where low fat teng bo'lsin. Birinchi o'rinda u kam yog'li bo'lsin. Demak, mana bu bizga true qaytaradi. Endi va qayta ishlab chiqarish mumkinmi, yo'qmi? Ha, demak, u ham qayta ishlab chiqariladigan bo'lsin, recyclable bo'lsin. Va bizning solutionimiz shunaqa. Demak, buni run qilganimizda bu qaytaradi bizga ham yog' foiz kamlarini. Demak, mana bu birinchi caseimizda to'g'ri. Ham qayta ishlab chiqarish imkoni bormi, yo'qmi? Yes. Demak, mana shunaqa bo'lgan holatlarni qaytaradi. Endi bizda and operator bilan or operator bor. Or ni qo'yganimizda bu bizga misol uchun birinchi product ID 0 ni olsa, uni low fatmi? Ha, lekin u qayta ishlab chiqarib bo'lmaydi. Demak, bu bizning savolda so'ralgan case'ga to'g'ri kelmaydi. Lekin biz or ishlatganimizda bu ikkita holatdan bittasi agar true qaytarsa, bizga mana shu ID ni ham chiqarib beradi. Mana bu birinchi ID da ko'rishingiz mumkin. Birinchi holatda yes turibdi, ikkinchi holatda no turibdi. Demak, ikkalasidan bittasi yes. Demak, mana shuni ham qaytarib beradi. Bizga unaqa rezultat kerak emas, bizga ikkalasi ham yes bo'lsin. Shu uchun biz and ishlatdik. Endi buni run qilamiz va birinchi va uchinchi product chiqdi. Hozir select star qilib ko'rsatsam, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Demak, mana birinchi product va uchinchi product ham kam yog'li, ham qayta ishlab chiqarsa bo'ladi. Demak, mana shu bizning solutionimiz. Endi buni submit qilamiz, to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun. Birinchi run qilib, bu yerda javobini ko'ramiz. Javobimiz qabul qilindi, shunaqa runtime da. Endi submit qilamiz. Submit qildi va qabul qildi. 45% javoblardan yaxshiroq deb chiqardi. Aslida mana shu eng yaxshi javob. Bundan ortiqroq tez ishlaydigan javob yo'q.
chunki biz ortiqcha ish qilmadik va eng yaxshi javobni ham ko'rsak, misol uchun u ham bizlar bilan bir xil yozgan. Bu shunchaki shu orqada serverda bo'lib turadigan executionda chiqarib bergan vaqti. Endi keyinroq advanced yoki hard, medium ko'rish savollarga o'tganimizda o'sha yerda ko'proq biza o'sha runtime'ga space complexity'ga sal urg'u bersak bo'ladi. Atak hozir faqat select statement uchun mana shu kodimiz yetarli. Bugungi savolimizni tugatdik. Endi ertaga ikkinchi savoldan davom etamiz.